Shayx Tantoviy hazratlari aytgan ekanlar. 27 yillik qozilik qilibmanki, ajrimda ikkita sababdan boshqasini ko'rmadi. Biri, vaqtida tilini tiymagan ayol, ikkinchisi, vaqtida o'z jahlini bosolmagan erkak kishi. Assalomu alaykum va rahmatulloh azizlar. Ko'rib turganingiz 33 savol ekstra va bugungi mehmonimiz oilaparvar, oila ishlari bo'yicha mutaxassis, 10 yillik tajribaga ega oila maslahatchisi Shavkat Hasan bo'ladi. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Vaqtingizni ajratib kelganingiz uchun katta rahmat. Foydali joylarda. Iloyim foydali bo'lsin. Ko'p kutilmagan holda savollarga o'tamiz. Oila qurishga tayyorgarlik nimadan boshlanishi kerak yigit va qizlarda? Agar mendan bir hafta oldin shu savolni so'raganingizda men boshqacha javob bergan bo'lardim. Lekin boshqacha. Hozir boshqacha javob beraman. Baribir ham inson o'qigan kitoblar ta'sir qilaverar ekanda. Abdumannon domlaning zo'r gaplari bor. Sherikchilik, ya'ni biznes, tijorat masalasida tijoratni, sherikchilikni qanday qilib biz ikkiga ajralamiz debdan boshlashlik kerak. Oilaga ham xuddi shu narsani qo'llashlik kerak deb o'ylayman. Yigit va qiz o'tirgan paytda nima qilsak biz ajrashishligimizga sabab bo'ladi. Ya'ni qizil chiziqlarni belgilab olishlik kerak deb o'ylayman. Ayni vaqtda hozirgi javobim shunaqa bo'ladi. Tayyorgarlik qizil chiziqlarni belgilab olishdan boshlanishi kerak. Oilamiz buzilishligiga sabablar qayerda? Mana shundan agar kelishib oladigan bo'lsa, menimcha to'g'ri bo'ladi. O'zbek oilasida ekoga munosabatingiz qanday? Bu juda ham nozik masala va juda ham. Men tavsiya qilgan bo'lardim, fatvo markaziga murojaat qilishsin. Bu masala bo'yicha kimni boshiga shu holat tushadigan bo'lsa, albatta fatvo markaziga yo borsin, yo qo'ng'iroq qilsin. Kelinlar qo'zg'oloni filmida qaysi obrazni ijro etgan bo'lardingiz? Haligi yosh yigit qozonni chekishib oladi-yu. Bu senga falonchi uchun, bu senga onamni Abbos rolini o'ynagan bo'larsiz. Balki shunaqa. Abbos bo'ldi, tushunarli. Mahr so'rashda chegaralar mavjudmi? Chunki oxirgi paytda fantastik mahrlarda eshitib qolyapsiz-da, marommi? Chegara bor. Bor-a? Kamiga bor. Kamiga bor. Ko'piga chegara yo'q. Ya'ni eng kami 10 dirham bo'lsin deyiladi. Eng kami 10 dirham. Yo'g'ini chegarasi yo'q. Endi bugungi kunda masalan bizda $100 sal ko'proq masalan bo'lsa kerak menimcha. Hozir aniq hisob kitoblarni bilmayman, lekin ko'piga chegara yo'q. Ko'piga istaganicha, xohlasa samolyot so'rasin, xohlasa vertolyot so'rasin, xohlasa raketa so'rasin. Faqat bitta muammo bor-da, uni samolyotini ham, raketasini ham olib berishga rozi bo'ladigan kuyov masalasi bor-da. Turmushga chiqa olmasdan qolib ketishligi ehtimoli katta bo'ladi. Qaynota kuyov o'rtasidagi ideal munosabat qanday bo'ladi? Kuyov sifatida emas, men qaynota sifatida bu narsaga qarashni xohlardim, chunki bizni qizlarimiz katta bo'lishyapti. Ertaga biz kuyovlarimiz bilan qanaqangi munosabatda? Xo'p, mana bo'lajak kuyovingiz bilan anaqa munosabat qilasiz? Qaysinisini ideal deb bilasiz? Menimcha bu nafaqat qaynota bilan kuyov o'rtasida, balki barcha insonlarning o'rtasidagi ideal nima bo'ladi? Munosabat bo'ladi, agar barcha samimiy bo'lsa. Ya'ni tagida g'illi g'arazlari yoki bo'lmasam yashirin xohishlari bo'lmasa. Ochiq keldi, aytdi va masalan javobini oldi. Turmush o'rtog'ini rozi qilishning eng go'zal yo'li. Ikkalasida ham. Tabassum. Pul bilan rozi qilib bo'lmaydi. Baribir ham masalan kam bo'ladi yoki bo'lmasa qachondir to'yadi. Bizda masalan shunaqangi holatlar bo'lgan, butun mol dunyo, hamma narsasi bor, lekin hayotdan norozi. Turmush o'rtog'idan unga bo'layotgan munosabatidan e'tibor. Lekin Lola Zununovani bitta ko'rsatuvini ko'rganman, baraka topsinlar. Chiqindixonadagi yashayotgan er-xotin haqida gapirib bergan bitta videosi bor edi. Chiqindixonada ham yashayotgan bo'lsa, lekin erini unga bo'layotgan munosabatidan, samimiy, ochiq, xolis munosabatidan juda ham haligi o'zini malikalardek his qilgan ekanda. Ya'ni bu yerdagi munosabat tabassum bilan hamma narsani rozi qilishlik mumkin-da. Oilaga abrakadabra aralashsa, uning kelajagi qanday bo'ladi? Ya'ni sehr jodu bo'ladi. Ayni suf-kuflar bor-ku. Bu juda ham yomon narsa. Men bu narsadan qattiq tiyilib, qattiq saqlanishga ta'sir qilgan bo'lardim. Nikoh tushmagan, hali nikohi yo'q oilaga qanday ta'sir qiladi? U kelajakda nima bo'ladi? Agar kimgadir bu juda ham masalan muhim savol bo'lsa, bu bevosita din bilan bog'liq, iymon, e'tiqod masalasi, kimgadir shu sehr jodu masalasi qiziq bo'lsa, borib albatta ahli ilmlarga yoki bo'lmasam bunda ham fatvo markaziga murojaat qilishliklarini men so'rab qolgan bo'lardim. Lekin bu narsa bilan oila boshlash, bu narsa bilan oilasini bog'lash mumkin emas. Sovchilikning yo'qolayotgan qonun qoidalari. Berilgan va'dalarga vafo qilish bo'lsa kerak menimcha. Olguncha, rozi bo'lguncha hamma narsaga rozi bo'lib, katta va'dalar beriladi. Bitta misol, qizingizni ertaga keldimiz, o'qitamiz deydi. Farazan, agar o'qiyotgan talaba qiz bo'lsa, keyinchalik bundan berilgan va'daga vafo qilinmaydi. Hammada demaymiz, lekin uchraydi. Ming afsuski ko'p uchrayapti. Yo'qolyapti. Ertaga bu nafaqat sovchilik masalasi, hayotning hamma joyida va'da berildimi, uni bajarishlik kerak. Siz guvohi bo'lgan eng kam xarajat to'y qanchaga tushgan?
Evas'da yangi 6 tasi bittada lunchboxlar. Atiga 45 ming so'mga tovuqli mini lavash, kartoshka free, 2 ta nuggets, Pepsi va muzqaymoq. Hammasi bittada. Faqat Evas restoranlarida. Biz o'zimiz jiyanimizni uylantirdik. Qachon? 5-6 oy bo'lib qoldi-yu. 5-6. Uni Aniq, ko'p bo'lmadi. aniq, Hali 1 yil bo'lmadi. Ha, aniq sanasini eslamayman. Ota, ya'ni kuyovning otasi uyiga mehmondorchilik chaqirib, biz o'g'limizni uylantiryapmiz deb berilgan nimasi 6 kilo osh damlandi. Keyin kelin tomoniga borildi. U yerda biroz boshqacharoq bo'ldi, lekin umumiy kam xarajat. Maqsad nima edi? Kuyov, ya'ni jiyani bunga qattiq oyoq tirab oldi. Kam xarajat bo'lsa, kam xarajat. Shuncha pul nima qilishdi? Sayohat ketamiz ishda. Va sayohatga borib kelishdi. Er-xotin to'ydan keyin. Joy sayohat qilishdi shuncha pulga. Yo'q, necha emas. Endi u pulni keyinchalik masalan boshqa narsaga ham xarajat qilsa bo'ladi-da, uy ishlariga. Lekin go'zal anaqa qilishdi. Juda men xursand bo'ldim. Bu haqida alohida video qildik. Juda ko'pchilikka ma'qul bo'ldi. Biz ham ertaga bolalarimizni uylantirsak, uzatsak. Shunga qanaqa qilib kelish mumkin? Mana shu ikkita taraf gap. Qudalarni o'zaro erkak qudalarni va bunga endi narsa o'g'illarni ham, ya'ni kuyovlarni ham shaxsiy mustaqil fikri bo'lishligi juda ham zarur. Otaga o'zi nima xohlayotganligini tushuntira olishlik juda ham zarur va xursandman, jiyanimni bu narsa qo'lidan keldi. O'zbek millatini bir-biriga qarindosh qiladigan so'z. Jigar. Yo'q. Bo'lsa kerak, bilmadim endi. Qayn. Ha. Qaynota, qaynopa, qaynaka, zo'r, qaynuka. Zo'r. Davom etamiz. Navbatdagi savol. Qaynona qaynotasiz yashash epidemiyasi. Shuni hamma xohlab qoldi nimagadir. Oxirgi yoki 5 yoki 10 yilda buyog'ida juda ko'p yosh oilalarda birinchi talabi biz alohida yashaymiz bo'lib qoldi. Men shuni tarafdoriman va bu haqida alohida yashashda alohida video ham qilganmiz bu mavzuda. Faqat to'g'ri tushuntira olishlik kerak-da. Iloji boricha ijaraga olib bo'lsa ham yonidan joy qilsa. Iloji boricha. Bu meni shaxsiy fikrim, boshqalar qo'shadi. Kunduz kuni kelin kuni bilan qaynona uyda bo'ladi. Nimaiki ishlari bo'ladigan bo'lsa, bosh ustiga, lekin tunni o'tkazishlik uchun iloji boricha er-xotin alohida bo'lgani yaxshi deb o'ylayman. Bu meni shaxsiy fikrim. Rahmat. Navbatdagi savol. Men sabablarni aytganman. Boshqa javob kutdim, lekin men nabarot qolinglar uyda deysiz deb o'yladim. Qaynona bu masalan maktab, uylarni borligi juda ham zarur, lekin mutlaqo birga yashash emas-da, mutlaqo birga yashash emas. Ularni tarbiyasini olish, ammo shu bilan birgalikda tunni alohida o'tkazishlik tarafdoriman. Faqat tun uchun men qattiq qayg'uraman-da. Muammosini ham aytay. Ba'zi joylarda kelinlar hammomga tushishlikdan xijolat qiladi. Bu yerda qaynona bor, qayni bor, qayni aka bor, boshqalar. Misol uchun yosh kelin-ku. Sharoitini hozir ichida qilishyapti-yu, hamma kelin-kuyovlar. Shu kabi holatlar bo'lsa zo'r. Lekin hammaning sharoiti ham bir xil emas-deng. Shunaqa. Boy oilalarda chidab yashayotgan kelinlarga maslahatingiz? Endi chidaydigan narsalar bor, chidamaydigan narsalar bor. Chegarasi haqida kitoblar juda ham ko'p nimalar beriladi, tavsiyalar beriladi. Endi hozir men esimga tushganlari, misol uchun, agar sizni hayotingizga va sog'lig'ingizga zarar yetkazadigan, hayotingizga va sog'lig'ingizga xavf tug'diradigan narsalar bo'lsa, bunga balkim chidashlik shart emasdir. Chunki baribir ham hayot bu muqaddas va eng aziz bo'lgan narsalardan bittasida. Bu nafaqat boy xonadonlarda, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, sog'lig'ingiz va hayotingizga xavf tug'ilyaptimi, iloji boricha bu narsalarni aytib va ogohlantirib sekin u yerdan yiroqlashish kerak. Undan tashqari moliyaviy masalalar. Agar o'z vaqtida ta'minotni, ro'zg'orni, boshqa narsalarni nafaqani qilmaydigan bo'lsa, ayol kishini huquqi bo'ladi. Shu va shu kabi holatlar, ya'ni chidaydigan narsalar, bu masalada men kitob o'qishlikni albatta tavsiya qilaman. Kitoblarda hamma narsa yozilgan va bunga faqat amal qilishlik kerak xolos. Biz hozir esimizga tushganini aytdik xolos. Siz guvohi bo'lgan eng absurd ajrim. Ajrim yoqasiga kelgan holatni aytay. Bu yaqinda bo'lgan narsa. Kuyov xotinidan Instagramini o'chirdi talab qilganligi uchun arazlab ota-onasiga ketib Instagramingni o'chir degan va asoslab bergan o'zi. Shunchaki emas. Kelin bo'lar bo'lmas narsalarni tashlayverar ekanda eriga. Mana qarang, bunisini qarang, xotiniga unaqa qilib beribdi, u yoqqa boribdi, olib beribdi, sovg'a qilibdi, siz menga qilmayapsiz deb turib hayotdan nolavergan imkoniyatini tushuntirgan, vaziyatlarni tushuntirgan, ammo xotin hech to'xtamaganda. Oxir-oqibat yig'ishtir Instagramingni deganligi uchun xotin arazlab ketyapti. Endi hozir nima bo'ldi bilmayman, lekin agar shu narsa davom etadigan bo'lsa, bu ajrashgacha boradi. Solishtirish masalasi bu juda ham og'ir narsa. Oiladagi masala yechimini kim bilan maslahat qilish kerak? Birinchi navbatda men tavsiya qilgan bo'lardim. Televideniya, internetdan keyin demoqchi edim, men javob bering.
Chunki hamma birinchi Hamma yo dardini internetga olib shu chiqyapti, yo televideniyega olib chiqyapti. Ota-onaga aytishdan oldin man ahli ilmlarga, masjidlarga, domlalarga borishlikni man tavsiya qilgan bo'lardim. Domlarni vaqtini imkon darajasida topib, o'tirib, yuzma-yuz suhbatlashib, bo'layotgan muammolarni aytib, yechim qidiradigan bo'lsa yaxshi. Ota-onaga birinchi o'tirib aytishlikni yomon tomoni ertaga baribir ham er-xotin yarashib ketaveradi-da. Lekin Bir o'rtadagi hafta, odam- 3 kun, 10 kundan keyin er-xotin bir-birini sog'inib qoladi, bir-biriga kechiradi va bir-biriga yana imkoniyat beradi. Ammo qaynona kuyovga munosabat o'zgaradi. Ertaga uni dushmanni ko'rgandek ko'radi. Yoki bo'lmasam kelinga nisbatan qaynona munosabati o'zgarib qoladi. Shuning uchun biz tavsiya qilamiz, ota-onadan maksimal darajada yashirish kerak. Agar ahli ilmga borgisi kelmasa-chi, kimdan maslahat olish kerak? Bizga kelsin. Tushunarli. Navbatdagi savol. To'y arafasida kelin hamda kuyovning berkitilgan nuqsonlari va uning oqibatlari haqida. Tutqanog'i bo'ladi endi ayrim insonlarda kuyovlardimi, kelinlardimi farqi yo'q. Kimdir tavba qildim, bangi bo'ladi. Uni ham berkitishgan bo'ladi. Shu va shu kabi holat, Ha. boya aytib o'tganimdek, impotensiya masalasi kasali bor, ammo yashirilgan ayolda masalan kelinda pes kasali bor, dog'lari bor, shu va shu kabi holatlar bo'lsa, buni ajrashishlikka sabab bo'lib qoladi. 6 oy sabr qiladi, masalan, balkim yashirmaslik kerak. Yomon narsa. Ertaga bekorga farzandi qaytib ketdi, farzandi ajrashdi degan nom olishadi. Shuning uchun yashirmaslik kerak. Ertaga masalan, men qizlarim bor. Ertaga kuyov tomon uni aldab turib, yolg'on gapirib, turmushga oladigan bo'lsa, men norozi bo'laman. Men qizlarimni bu uchun masalan katta qilmayapman-da. Meni qizimni o'rniga hamma o'zini qizini masalan qo'yib ko'radigan bo'lsa, shunaqangi xulosa qiladi, yolg'on gapirmanglar hech qachon va haqiqatni yashirish ham lekin yolg'on emasda. Ruslarning bitta gapi bor. Говорить неправду, не говорить правду boshqa narsada. Haqiqatni yashirish va yolg'on gapirish boshqa Yo'q, bu narsa. yerda nuqsonini yashirish ketyapti. Man Kelin ham narsa haqida kuyov. aytmoqchiman. Ba'zi narsalarni, misol uchun balki hayotdagi bo'lib o'tgan narsalarni, eslash noto'g'ri bo'lgan narsalarni aytmaslik kerakdir balkim. Lekin xato, ayb, Kamchilik, nuqsonlarni nuqsonlar. aytish shart. To'ydan oldin. Shart. Iloji yo'q bo'lmasam. Ertaga aytaman, bir insonni baxtini buzib qo'yish hech gap emasda. Hayotini. Hayotini. Bunday qarab turib kimga nima degisi keladi? Savolni qarang erkinligini. Umr qisqa. Hayot o'ta tez o'tib ketadi va hayotingizni kimlardandir arazlab o'tkazib yubormanglar. Ba'zi vaqtlarda kechirib yuborishlik sizni hayotda ancha erkin, mazza qilib yashashingizga sabab bo'ladi. Va yengillashadi odam. Kechirmasdan yashash juda ham qiyin-da. Qay bir afzal? Sovchilik orqali barpo bo'lgan oila yoki sevgi, muhabbat ketidan sovchilik bo'lgan oila? Ota-onalarimiz aynan sovchilik orqasidan bir-birini tanimasdan Siz o'zingiz- yashab kelishgan. Siz o'zingiz Biz o'zimiz ko'nglimiz tushgan, undan keyin sovchilik bo'lgan. Ikkita insonni taqdiri birlashishligi, bir yostiqqa bosh qo'yib yashashligida haligi jiz qilishlik kerak-da. To'g'ri, ba'zilar masalan keyinchalik ham ko'ngil tushib, sevgi, muhabbat uyg'onib ketaveradi, lekin qarashlik kerak va aniq bunga formulasi yo'q-da. Ba'zi paytlarda ota-onani hamma holati individual. tavsiyasini eshitishlik kerak. Bolam qo'y degan paytda ba'zan qo'yishlik kerak bo'ladi. Hayotiy tajriba. Ba'zan bolam shunisi yaxshi degan paytda unga ham quloq solishlik kerak. Faqat unga ota-onalar ham dunyoqarashi zo'r bo'lsa qani edi. Oila mojarosida farzandlarni qurol qilib foydalanish, ko'rsatmaslik, taqiq qo'yish, bu uni yoki bu uni u buni qiynaydi. Farzand qurol o'rtada. Ahli ilmlarga murojaat qilinsa, mumkin emasligini diniy nuqtai nazardan isbotlab berishadi. Ammo bu yerda kimgadir zarar yetkazaman, alamimdan chiqaman deb turib qilinayotgan mana shu xatti-harakatlar bolaning taqdirini buzib qo'yadi. Hozirgi travma degan so'z bor-ku, juda haligi psixologlar o'rtasida mashhur bo'lib ketdi. Bolalik travmasi. Mamalik travmasi. Lekin bu ta'sir qiladi, rostdan ta'sir qiladi. Katta bo'lganda. Katta bo'lgan paytda, Baxtli oila formulasi. eng boshida, intervyuni boshida ayol kishi ba'zan soqov bo'lishi kerak, erkak kishi ba'zan kar bo'lishi kerak. Bu ko'p muammolarni oldini oladi. Bu har doim emas faqat. Ayol kishi har doim soqov bo'lib, har doim erkak kishi kar bo'lib, e'tiborsizlik qiladigan bo'lsa ham bo'lmaydi. Ba'zan gapirishlik kerak, ba'zan eshitishlik kerak. Ayollar hissiyotga berilgan paytda kerakmas gaplarni gapirib qo'yadi. Bu paytda erkak kishi shunchaki o'zini eshitmaganga olib, jinnilikka olib o'tib ketadigan bo'lsa, haligi ayniqsa ayollarda uzrli payt bo'ladi-yu. Erkaklar bu paytni juda ham yaxshi anglab yetishlik kerak. Ayollarda hamma narsa bo'ladi, juda ham injiq, qaysar, bitta gapga 10 ta gap qaytaradigan va hokazo. Vulqon. Bu paytda erkak kishi tushunib,
anglab, eshitmaganga, ko'rmaganga olib ketadigan bo'lsa yaxshi bo'ladi va ayollar ham tushunib yetishligi kerak. Erkaklarda ko'cha bilan bog'liq, ish bilan bog'liq muammolar juda ham ko'p bo'ladi. O'sha Ayta paytda oladigan, ayta olmaydigan. o'sha paytda siz menga qaramayapsiz, siz menga e'tiborsizsiz, siz menga jahl qilyapsiz, nimaga menga gapirma va hokazo. Bu paytda tilni tiyib turiladigan bo'lsa, bir kun ikki kundan keyin hammasi iziga tushib ketadi. Rahmat Qo'ra aka, suhbat uchun, ajratgan vaqtingiz uchun yana bir karra. Foydali bo'lsin. Azizlar, eslatib o'tamiz, agar sizda ham oilada qandaydir eksklyuziv muammolarga duch kelgan bo'lsangiz, mutaxassis, men tavsiya qilaman. Rostdan ham foydali, oilangiz mustahkam bo'lishiga, farzandlar tarbiyasida baza juda ham katta. Shavkat Hasanboldi bugun 33 savol ekstra loyihamizda. Oldingi safar batafsil gaplashganligimiz uchun savol-javoblar zo'r bo'lgandi. Ha, Javoblardan o'zim qoniqqanman-da. Bugun haligi ekstra tez bo'lganligi uchun o'ylashga ham vaqt yo'q. Eski kelgan narsalar bilan balkim noto'g'ri javob berib qo'ygan joylarimiz bordir. Shuning uchun kimgadir qiziq bo'lsa, o'sha eski videoni ham ko'rishni tavsiya qilamiz. uni ham linkini tashlab qo'yamiz. Azizlar, katta rahmat. Xayr, salomat bo'lasiz. Salom bo'linglar.